Opa, o'zini yomonmizmi? Abdusattor, qiziqsiz a? Uylanmoqchisiz-ku mana. Ertaga ayolingiz homilador bo'lganda nimaga kerak bo'lishini bilib olasiz. Hozir biladi. Varikoz kasalligida nima uchun ayollarga elastik bint bog'lab yurish yokida elastik paypoq kiyib yurish kerak? Bu ikkalasi ham bizga bir xil vazifani bajarib beradi, faqat bittasi arzon, bittasi bo'lsa qimmat. Elastik bint bu arzon varianti. Qachonki bizada elastik paypoqni olishga sharoitimiz bo'lmasa qizlar yokida bizada varikozni hali dastlabki bosqichlari bo'lsa va yoshimiz katta, egilishga, kiyishga qiynalsak, noqulayliklar bo'lsa, albatta buni kimdir sizga bog'lab qo'ya olsa, bundan ham foydalansa bo'ladi. Mana bu ikkinchi variant. Bu elastik paypoq. Albatta buni kiyishni o'ziga yarasha ko'rsatmalari bor. Qachonki varikoz kasalligi sizda 2-3 darajalarda bo'lsa va operativ amaliyot amalga oshirilgan bo'lsa, bundan tashqari siz tik oyoqda turib ish faoliyatini amalga oshirsangiz. Bu ikki turdagi mahsulotdan qaysi biri sizga to'g'ri kelishini bilish uchun va ulardan qanday foydalanish uchun keyingi postlarimizni kuzatib boring. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lish tugmasini bosib qo'ying.